Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Shohimardondamiz. Family dachasida. Endi yangi mana xonalar, yangi sharoitlar qilishyapti. Endi marlonli ustalar ishlayapti. Assalomu alaykum, Hormiylar ustagalar. Alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Mana marlonlisizlar-a? Marlonli ustalar. Nima ish qilasizlar? Ha. Ama elektrik deb o'ylabmansizlar. Yo'q, elektrik. Malyarsizlar-a? Ha. Endi sir bo'lmasa kvadrat qanchadan bo'lyapti ularni? Xo'p, bu oddiy fasonda 50 ming so'mdan beryapsiz kvadratda. Oddiy prostoy fasonlar. Ali modasi ham o'lmaydi shu oddiy fasonda. Mana shu aboyi, qayda shpagilovkasi. Aboyi, shpagilovkasi, gruntovkasi hamma ichida 50 ming so'mdan. Bo'ldi. Tanijonlar sog' bo'lsin. Murojaat qilishsa nomerlarni qo'yib qo'yaman. Ha, ko'rasizlar. To'g'ri, Mana bu shogirdlar ekanlar. Ya ustalarmi? shogirdlar. Ha, shogirdlarmi? Mana yoqda ham mana Assalomu alaykum. Hormi ustaga? Charchamayapsizmi? Ha, va bo'ldi, tushundim. Ha. Bo'ldi. Tanijonlar sog' bo'lsin. Mana xonalari bu kuxnyasi ekan. Endi xudo xohlasa tayyorini ham qo'yamiz. Bu yerda kuxnya fartuglari bo'ladi. Bu yerda divanlari bo'ladi. Bag'a spalnisi. Bag'a mana dushlar ekan. Sharoitlar qilishyapti. Xudo xohlasa elektrik ham ishini tugatsa. Mana unitaz, makina, dush, spalni bo'lar ekan. Hozir ko'rinishi mana. Endi dacha. Bu yerda mana o'choqlari bo'lyapti, so'ri qo'yilgan, so'risi bor, o'chog'i bor. Endi hozir remont ketyapti. Bunaqa bo'lmaysizlar. Remontdan keyin chiroyli holatda bo'lib qoladi. Ha, ko'rinishi.